شبها خنک. Bu odatda yozda ro'y bermaydi, faqat o'sha kechalari sovuq va kunduzi issiq bo'ladigan mahalda yoriladi. علتش هم این هستش که در شبهای پاییز ما روزها گرمن، وقتی روز گرم میشه داخل لیمو گرمه، شب که میشه بیرون لیمو خیلی زود سرد میشه. وقتی بیرون سرد شد تقسیم سلولی و رشد کم اتفاق میفته، اما داخل چون گرمه از داخل داره تون رشد میکنه. این رشد این باعث میشه که پوست نمیتونه اونو تحمل کنه، پوست میترکه. Demak, kuzda o'sha kechpay sovuq bo'lgan hisobiga yoki kunduzi demak havo issiq bo'ladi, limonning ichi issiq bo'ladi. Keyin kechpay sovuq bo'lganida terisi sovuq ta'sirida u qisadi, va ichkaridagi issiqlik o'sadi, kattarishni boshlaydi-da, o'sha terisi yoriladi. بنابراین خیلی مهمه که شما اون ماه آخر، اون یک ماهی که میخواین لیمو رو برداشت بکنید، حتما کلسیوم رو به صورت محلول پاشی روی درخت کلسیوم پاشی بکنید. هر 15 روز یک بار. Terimga yaqin qolgan 1 oy paytida demak kalsiy sepishingiz kerak bo'ladi, nimasida oxirida 1 marta yoki 2 marta qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, meva terishga 15-20 kun qolganda suv berishni umuman qat'iyan to'xtatish kerak. Va o'sha suvni to'xtatganimizdan keyin demak kalsiy sepishimiz kerak. Nimaga deganda biz kalsiy sepdik, 15 kundan keyin terib oldikmi, omborda saqlayotgan paytimizda ham bu meva o'zi o'sadi deyapti.